Bir xona kompaktli kvartira so'rab yurganlar uchun 37.900 dollarga namoz so'rayapmiz sizdan. Kvartiramiz chiqdi kompaktli, shuni ko'chib kirishga tayyor. Mashina bozori yoni Sergelida, metrogacha 2 ostanovkali yo'lda 9 etajli namoz so'rayapmiz, 9-etajda. Batafsil tushuntiramiz. Pod'ezd eshigimizga kirganimizda prixoshkasi, kirganimizda o'ng qo'lda sanuzeli, yaxshi kafelardan qo'yib qo'yilgan. Kirganimizda chap qo'lda mana bir xonaligi 300 dollargacha bemalol arendaga qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi, ko'chib kirishga tayyor. Akvaplastdan yaxshi romlar, yaxshi anaqalar qo'yib qo'yilgan, radiatorlar, televizor osish uchun joylari yetarlicha. Wi-Fi kabellargacha kelib turibdi. Oshxonasi kompaktli, mana gazda ovqat qilinadi, gazlari kelib turibdi, duxovka kotyolari o'rnatilgan. Kuxni o'rnatiladi. Moykasi, bu yerga stol qo'yib, bir 3 kishi bemalol o'tirib ovqatlanadigan joylari bor. Taxminan 1/3 razmerli balkonchasi bor o'zining. Pastida zelen zonasi, mashina qo'yish uchun parkovkalari bor, детский plashkalar bor. Orqa tarafida ham o'zining parkovkalari bor. Faqat naqdga sotilinadi. 37.900 dollar, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar.